Mashinani olayotgan eng muhim 5 ta mezonni bilasizmi? Ayniqsa 5-mezon siz uchun bo'lishi mumkin. Birinchisi, rasxod qanchalik kam bo'lsa, shunchalik yaxshi. Bu model esa hamyonni asraydi. Ikkinchi, bu ko'rinish. Tan olaylik, tashqi ko'rinish bu avtoritet. Bu mashinani ko'chada ko'rasiz, lekin unuta olmaysiz. Uchinchi, atsenkovka, zangi qarshiligi va hatto JEM avtomobillardan ham yuqori. 0.8 mm va 1.3 mm orasida katta farq borligini siz yaxshi bilasiz. To'rtinchi, komfort. Salon ichi keng. Shu sababdan o'zingiz ham, oilangiz ham o'zlarini juda qulay his qilishadi. Bagaj qismi esa oilaviy safar uchun shunchaki ideal. 5-chi, narx. Eng muhimi, narxi qimmat emas. Chunki bu hozirgi paytda chegirma narxda. Atigi bir haftaga davom etadigan bu chegirma narximizga ulgurib qoling. Batafsil ma'lumot olish uchun kommentariyaga plus belgisini qoldiring yoki quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.